Ha, bo'ldi o'rtoq, boramiz. Javob. Voy qara, miyaga kelmaganini qaragan. 2 kundan keyin ertadan keyin o'sha dam olsa, ayya nima? Voy bilasan-ku, men tog'lardan qolmayman, unaqa odam emasman. Bo'ldi, dam olishga chiqib. Xo'pda, ertaga bo'lmasa ishlarni hal qilib, indinga chiqib kel. Hozir 1 minut o'rtoq qo'ymay tur. Bajonsa. Ha? Doktorga olib chiqib keling. 3 kundan beri qaltiroq bosmasam bo'lmayapti, holsizman. Menga qara, xotin. Meni hozir bilasan, dimgacha to'lib ketgan qiladigan ishlarim, bilyapsanmi? Bor shundoq dugonammi, ana ammangni chaqir, yo bo'lmasa ana siningni chaqir, u bukiming bilan borib kelib, shundoq doktorga ko'rinib kelgin. Tortmaga pul qo'yib qo'yganman. Shunda borib olib, bemalol o'zlaring doktorga ko'rinib kelsalaring bo'ladi-yu. Men bilasan, ishli odamman. Pul, hamma narsa qo'yib qo'ygan bo'lsam tortmaga, shunda borib kelish qiyin emas. Tiqilib yotibdi, bo'ynimgacha ish bosib ketgan, tushunsan?